Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizu bizlarni yo'qdan bor qilgan va sizu bizlarni butun mahluqot va mavjudotlarning ichida aziz va mukarram qilib qo'ygan va sizu bizlarga sog'lik degan ne'matni bergan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Va uning payg'ambari bo'lgan va sizu bizlarda qiyomat kunida shafoatchimiz bo'lgan zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mana azizlar, hozirgi kunda Alloh Parvardigor Haq subhanahu va taoloni sinovi bilan sinovlanib turgan bir qancha insonlar, bemorlarimiz bor. Mana shu bemorlarimizni ziyorat qilishlik, ularga yordam qilishlik shunaqangi katta bir mukofotki, Alloh Parvardigor Haq subhanahu va taolo insonni qiyomat kunida jannatda o'zini jamolini ko'rishlikka musharraf bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'zlari juda ham mushfiq bo'lganlar, bemorlar bo'lsa bemorlarni ko'rgani boradilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhular bilan o'tirgan paytlarda so'raganlar, bugun kim kasalni ko'rgani bordi deganlarda Hazrati Abu Bakr Siddiq, men bordim ya Rasululloh. Bugun janozaga kim qatnashdi? Men qatnashdim ya Rasululloh dedilar. Hazrati Umar aytadilar, men Abu Bakr roziyallohu anhudan biror marta bu ishlarda o'tkazib olmaganman. Ana o'shanday Hazrati Abu Bakr Siddiqdek roziyallohu anhu dek zotlar o'zlari doim mana shu bemorlarni ziyoratiga oshiqqanlar, chunki bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnati bo'lganligi uchun. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldlarida bir kichkinagina Yahudi bolacha yurardi. Ana o'sha bolacha bir kuni ko'rinmay qoldi. Rasululloh sahobiylardan so'rashdilar, qani u haligi Yahudi bolacha ko'rinmay qoldi? Ya Rasululloh, bemor bo'lib qoldi degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari borib, men o'zimiz borib birga ko'rib chiqamiz dedilar. Kirdilar, kirib boshlarida tepasida o'tirib, u kishiga iymon kalimasini aytdilar. Haligi bolacha otalariga qarab aytdi. Qarab tururlar, otalari bu payg'ambarda aytgan dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga iymon kalimasini arz qildi. Haligi inson musulmon bo'ldi. Haligi bolacha musulmon holatda dunyodan o'tdi. Agar biz endi musulmon birodarimizni ko'rgani kirib, musulmon birodarimizni oldiga kirib xushro'ylik bilan, shirin so'zlik bilan Alloh sizga shifo bersin deb kiradigan bo'lsak, haligi musulmonni Allohga bo'lgan muhabbati, payg'ambariga bo'lgan muhabbati, musulmonlarga bo'lgan muhabbat kuchayadi. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni butun insoniyat yaxshi ko'rardi. Hatto kofirlar ham yaxshi ko'rardi. Yahudlar ham yaxshi ko'rardi. Nega? Muhammadul Amin derdi. Eng ishonchli Muhammad derdi. Ana shuning uchun bizlar mana shu bemorlarimizni ziyoratiga oshiqishligimiz kerak. U Ummu Dardo radhiyallohu anhuning huzurlariga aytadilarki, "Va ruya anna rajulan jaa ila Ummu Dardo radhiyallohu ta'ala anha", aytadiki, bir kishi Ummu Dardo radhiyallohu anhoning huzuriga kirdilar va aytdilarki, o'zini qalbi qorayib ketganligidan shikoyat qildi-da. Shikoyat qilgan paytida Ummu Dardo radhiyallohu anha aytdilarki, borib bemorlarni ziyorat qil degan ekanlar. Bemorlarni ziyorat qilgan paytingda qalbing oqaradi degan ekanlar. Ana o'sha bemorlarni borib ziyorat qilishlikda birodarlar, insonning qalbini oqarishligi bor. Hozirgi kunda ko'p yoshlarimizni, ko'p kishilarimizni qalbimiz qorayib qoldi. Bemorlarga unchalik e'tiborsiz bo'lib qoldik. Ana shuning uchun biz bemorlarimizni borib ziyorat qilsak, Ummu Dardo radhiyallohu anha aytganlaridek, ham bemorlar, ham janozani orqasidan ergashadigan bo'lsak, insonning qalbi yorishar ekan. Shuning uchun biz qo'limizdan kelganicha, mana hozirgi kunda alhamdulillah ko'p sahih insonlarimiz ko'payib ham boryaptiki, sahih insonlarimiz bemorlarga yordam beryapti. Mana shu ko'rib turgan bemorlaring ham anchadan beri juda ham katta og'riq, kasal bilan og'rib yotibdi. Bu kishilarga juda ko'p birodarlarimiz yordam berishdi, yana yordamga muhtoj. Hammalari bunaqangi kasallarimiz bizi tumanlarimizda, viloyatlarimizda, O'zbekistonimizda juda ham ko'p. Agar sahih insonlarimiz bularni borib ko'rishsa, bularga yordam berishsa, qiyomatda Alloh aytar ekan, "Ey bandam, men kasal bo'lgan edim, sen ko'rgani bormading" derkan. Banda aytar ekan, "Ey Alloh, sen qanday kasal bo'lasanki, butun olamlarda Robbisi bo'lgan zot bo'lsang, qanday kasal bo'lasan?" dedilar. "Meni bir bandam, musulmon bandam kasal bo'layotgan paytida borib ko'rmading, o'shani oldida men bo'lardim" deganlar. Ana o'shanday borib ziyorat qilsak, Allohni ziyorat qilgandek bo'lar ekanmiz. Shuning uchun birodarlar, kelinglar hammalarimiz mana shu bemorlari bor xonadonlarga boraylik, ularni ziyorat qilaylik. Qo'limizdan kelsa
tilimiz bilan ularga yaxshi so'zlarni aytaylik. Agar o'zimizni qo'limizda pulimiz bo'lsa, pulimiz bilan yordam beraylik. Inshaalloh Alloh taolo ham dunyoyimizda ham oxiratimizda obod qiladi. Ilohim Alloh taolo mana shu bemorlarimiz sababidan, bularga yaxshiliklar qilay turgan sahiy insonlarimiz sababidan bu tepamizga kelgan baloni Xudo qaytarsin va bu bemorlarimizga Alloh shifoi kulli, shifoi g'oybiy bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.